Agar to'xtovsiz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta, fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. Sovuqdan uyg'onib ketdim. Butun tanam azob chekardi. Og'riqdan tishlarim titrardi. Lablarimga achchiq tuproqlar yopishib qolgan edi. Nima bo'layotganini tushunmasdan to'rt oyoqlab turdimda, yonimda kimdir borligini sezdim. Yonimda egilib 60 dan ortgan bir kishi o'tirardi. Uning suyakli iflos qo'llari vahima bilan sumkamni titkilab hamma narsani yerga tashlardi. Men o'zimga kelganimni va unga qarayotganimni ko'rib, u qo'rqib sakrab turdi. "Kechir o'g'lim", deb dovdirab qoldi. U orqaga siljib, qo'llari bilan o'zini yopdi. "Men seni allaqachon o'lgan deb o'yladim. Umuman qimirlamay yotarding." Men oyoqqa turdim. U qo'llari bilan o'zini berkitib, menga qarab yolvorardi. "Qo'yib yubor meni, iltimos. Sendan hech narsa olmadim, hammasini qaytardim." U mendan shunday qo'rqardiki, go'yo men unga zarar yetkazadigandek. 5 kun og'zimga hech narsa tushmadi deb bo'g'iq ovozda u menga tushuntirdi va qo'rqa sekin-asta orqaga siljidi. "Men ketaveray, maylimi? Qariyani qo'yib yubor." To'satdan unga juda achindim. Bechora qariya o'zini himoya qila olmay, mendan ham qo'rqib ovqat izlayotgan edi. Aravasining tutqichini ushlab, orqasiga qarab, qisqa va qo'rqoq nigohlar bilan sekin-sekin qarab ketdi. Chaqirsammikin deb biroz qo'rqdim. Nihoyat o'zimni ko'zdan kechirdim. Chap qovurg'am ostida og'riq va chaqish-achish bor edi. Yuzaki, lekin uzun tirnalish bor edi. O'sha qizning pichog'i. Yaxshiyam menga emas, yonimda osilib turgan sumkaga tegdi. Bu sumka turli chiqindilar bilan to'ldirilgan va hayotimni saqlab qoldi. Mashinalar va o'smirlar g'oyib bo'ldi. Bo'sh ko'chada g'alati qo'rqinchli figuralar yotardi. Qornim og'riqli g'urulladi. Ovqat. Ularning boshpanasini darhol esladim. U yerda oziq-ovqat bor edi. Omadli bo'lganimda nimadir topar edim. Nigohi uzoqlashayotgan qariyani kuzatdi. U hali ham qorong'ulikda dovdirab yurardi. Shoshilsam 2 kishilik ovqat topardim. Ularning boshpanasi deyarli bo'sh edi. Har burchakni qidirdim, lekin asosiy oziq-ovqatni olib ketishgan. Keyin yotoqxonalarni va matraslar ostini tekshira boshladim. Sezgirligim xato qilmadi. Deyarli har bir krevatda yashirin joy topiladi. Yashirilgan go'sht konservasi, matoga o'ralgan guruch, hatto butun shokolad ham bor edi. Hammasini oldimda sumkamga solib ko'chaga yugurib chiqdim. Allaqachon qorong'u tushgan, shoshilish kerak edi. Qariya qayerdadir yashirinib qolishi mumkin. Keyin uni hech qachon topolmay qolaman. Deyarli butun mahallani aylanib chiqdim, lekin topolmadim. Juda qorong'u bo'lib qoldi. O'zimga boshpana topishim kerak. Bu yer juda ham xavfli. Kichkina do'koncha topdim. Derazalari ichkaridan taxta bilan berkitilgan edi. Eshigi ochiq edi, lekin ichkariga kirmoqchi emas edim. Ayniqsa kechasi. Tomga olib boruvchi narvonni topib, u yerda tunashni o'yladim. Lekin shu payt itlarning vovullashi va kimningdir qichqirig'ini eshitdim. Ichki qo'rquvim aytdi, tezroq tepaga chiq, yo'qsa bu itlar seni tishlab olishadi. Lekin o'zim sezmay qoldim, qanday qilib qichqiriq va vovullash tomon yugurayotganimni. Qattiq tayoq oldim va bir necha uy yugurganimdan so'ng shu manzarani ko'rdim. Burchakda 4 ta it o'rab olgan bir odam turardi. U qarshilik qilib qo'liga nima kirsa o'sha bilan urardi. Bor kuchim bilan yugurib eng katta itning orqasiga urdim. Quruq shitirlash eshitildi. Tayog'im esa 2ga bo'linib ketdi. It uvilladi, dumalab yon tomonga yiqilib tushdi. Dahshat, itlar ham qanchalik vahshiy. Qolgan ikkitasi xirillashib, lekin kutilmaganda ingrab qolishdi va darhol qochib ketishdi. Burchakdagi odam titrab sekin qo'lini pastga tushirdi. Bu o'sha edi, o'sha bobo. U tirnalgan qo'llarini ko'kragiga bosdi va sekin yaqinlashdi.
"Bu sen", deb xirillab ko'zlarida yosh bilan gapirdi. "Bu kecha meni 2 marta qutqarding. Ket o'g'lim tezroq, ular qaytadi. Endi ko'p bo'ladi." Men yaqin o'rtada bir burchak topdim. U yer tinch va xavfsiz, lekin ovqat yo'q. Negaligini bilmayman-u, lekin unga ishonardim. 10 daqiqadan so'ng 2 qator to'siqdan o'tib kichik bir xonaga kirdik. Mana men so'nggi 2 kundan beri shu yerda yashayman. Bu yerda hatto pechka ham bor. Agar sovuq bo'lsa yoqamiz. Faqat kuchliroq qorong'i tushsa. U charchagan holda qutiga o'tirib, stoldan singan plastik vilkani olib maqsadsiz qo'llari bilan arta boshladi. Keyin men esladim, unga ovqat bermoqchi edim va xursand bo'lib sumkamdagi hamma narsani stol ustiga tashladim. Uning yuzini ko'rishingiz kerak edi. Biz u bilan gaplashdik. U menga o'zi haqida va avval kim bo'lganini va ko'chaga qanday qilib tushib qolgani haqida aytib berdi. Men shu vaqt ichida boshimdan o'tgan hamma narsani unga aytib berdim. Qo'llarim, telboyla, kanniballar va boshqa hamma narsa haqida. Hammasini yo'qotganimga qancha vaqt o'tganini men bilmayman. Lekin bugun issiqlikda, to'q qorin bilan xavfsizlikda yotganimni his qildim. Bugun yaxshi kun bo'ldi, chunki tirikman. O'zim sezmasdan uxlab qoldim va devor ortidagi g'alati taqqillash ovozidan uyg'onib ketdim. Men o'rnimdan turdim. Qariya hech qayerda yo'q edi. Stol ustida iflos burishgan qog'oz yotardi. Unda nimadir yozilgan edi. Eslatma? U qayergadir ketdimi? Men uni sekin qo'limga oldim. Rostini aytsam, o'qishdan biroz qo'rqardim, lekin o'zim uchun o'qidim. "O'g'lim, darhol aytganim uchun kechir. Qochib ketasan deb qo'rqdim. Oxirgi marta gaplasha olmayman deb o'ylab. Meni it tishladi. Ehtimol virus yuqdi. O'zimni qo'shni xonaga qulflab oldim. Agar ertalabgacha o'zim chiqmasam, demak ishim yomon. Bu yerdan qoch va o'zingni asra. Qariya Matvey." Yana devorga urilayotgan zerikarli taqillatishni eshitardim. Qo'shni xona, ro'paradagi eshik. Yana taqillatish. Qariya Matvey o'sha yerda, unga yordam kerak. Eshikni ochmoqchi bo'ldim, lekin ichkaridan qulflangan edi. Faqat kichkina yoriq ochib ichkariga qaradim. 10 daqiqadan keyin ko'chada ketayotgan edim. Boshimda fikrlar chalkashib ketdi. Tirik ekanligimdan xursand bo'lishim kerakmi? Bilmayman. Xuddi yaqinlaring chivindek qirilib ketayotgan bo'lsa va sen bu shaharda yolg'iz qolgan bo'lsang, nimadan xursand bo'laman? Keyingi qismi chiqishi uchun kanalga obuna bo'ling. Kanalimizga obuna bo'ling. Bizda sizlar uchun dahshatli hikoyalar